Baxt na joy, na vaqt, na moddiy holatni tanlaydi. Inson har qanaqa holatda baxtli bo'la oladi. Chunki baxt bu aslida tashqi omillarga bog'liq hissiyot emas. Baxt insonning ichida bo'ladi, tashqarida emas. Bizni hech kim baxtli qilmaydi. Ichimizda baxtli bo'la olsak, bizga hech kimni sevgisi ham, boshqa narsasi ham kerak emas. Albatta bu quvontiradi, lekin asli baxt ichimizda bo'ladi. Biz hozirda baxtli bo'la olmaymiz, chunki diqqatimiz tashqi dunyoda. Mana buni olsam baxtli bo'laman, erim buni qilib bersa baxtli bo'laman, mana bunday bo'lsam baxtli bo'laman. Ya'ni baxtli bo'lishimiz uchun bir qator tashqi dunyoda shart bor. Aslida baxt tashqi dunyoda emas. Asli baxt ichki dunyomizda. Tashqi dunyo bu ichki holatimizni ko'rsatkichi xolos. Hozirning o'zida tabassum qilib ko'ring, xursand bo'lib ko'ring. Sizni xursandchiligingizni bir olib qo'ya oladimi? Yo'q. Hattoki bu atrofdagilarga yoqmasa ham siz ichingizdan shunchaki quvonishingiz mumkin tirikligingizdan. Baxt ham xuddi shunaqa narsa. Sizni hech kim baxtsiz ham qila olmaydi, baxtli ham qila olmaydi agar siz buni xohlamasangiz. Baxtli bo'lish, mana shu hissiyotni uyg'ota olish va ushlab turish juda ham katta tushuncha. Men niyat qildim mana auditoriyamga mana shu baxt formulasi bilan bo'lishni. Agar siz ham bu formulani o'rganishni xohlasangiz, kommentariyga baxt so'zini yozing.